Buni yo'l deyasiz. Xo'sh emsa. Xo'sh. Bu badamdan 1 kilos qancha pul? Bana 20 kilo tatib bering, 1 kilos 12 qo'y. Ha, bo'pti mayli, tatib bering. Qanday ahvolingіз Amina? Emin, sizni ko'migili 2 hafta bo'lay dedi. Xotin olaman deb ovqatni tashlab etdingizmi? Undaqmı emas. Avval malni topshirib oling, keyin paranglaşaylik, ha? Qarang, sizni. Hadi sizlar malning gapini qilasiz-ku. Do'konga kirib bir piyola choy iching, o'zimni o'g'irlab ketamikin deb ansirayaptam sizga. Rushangi. Men bo'ldingiz. Dada o'lgan bo'ldingiz. Nima? Bo'yingizni qaptimi? Acaba o'z pushtimizdan tamg'an bolamiz bo'lishni umid qilmamsiz? Ha. Umid qilaman. Shug'unisi Nim demoqchisiz? Sal baldirmikin. Baldir deysiz-ku. Biz to'y qilg'ili 2 yildan oshdi. Shundaq. Xafa bo'lmang. Ha? O'zingizni asrang. Nima yegingiz kelgan bo'lsa, shuni akab beray, ha? Juring. Mana bolaga. Jiddiylashib ketgandek nima ish bo'ldi? Men kishmishlarni qachilayotgandim. Bu kimning bolasi? Tuyuqsizli birsi ishing chekdi. Berib ishini ochsam, ishning oldida bu bola turdi. To'rt tarafimga qarsam, yo'lning do'xmishida bir ayolning do'misini ko'rib qoldim. U ayol qizil pikap o'ltirib ketdi. Bu bolani qanday qilamiz? Buni Emin, bu vaqtni akab qo'ygan ayol cho'qim jiraqlab ketmadi. Darhol berib izlang. Ma'qul. Emin, bu yer bir poch xat bor ekan. Ha? Men izlab boqay.
Kerimcan. Balam, bu xatni qizil pikapda o'ltirgan bir ayol sana berib qo'yishimni degandi. Rahmat jona. Bo'ldi, yig'ilmang. Oppoq, yig'ilmang, bo'ldi. To'xtab qo'ying, bo'ldi, yig'ilmang. Bo'ldi. Yig'ilmang. Oppoq. Hay, topib oldingizmi? Topamiz. Endi qanday qilamiz? Yo'q, yig'ilmang. Uni birdan jimitsangiz qanday? Bo'ldi. Bu bolani keyin qanday qilamiz? Hozircha uni beqib turaylik. Menmi ig'ir tursam. Nemish qahning bolasini beqib olamiz. Men sut qaynatib kiray. Hey. Bo'ldi. Bo'ldi, yig'lamang, bo'ldi. Birdam yetib turing, Jumaxon. Mana keldim, yig'ilmang. Yig'ilmang, mana. Oppoq, yig'ilmang, oppoq, yig'ilmang, axan, yig'ilmang. Men yengiydigan vaqtim yiqilishib qoldi. Bu bolni qanday qilamiz? Vaqtida bir amal qilmamsiz. Ne mandaq tugmaydigan gap bu? 20 yil bo'lay deb qoldi. Yana shu gap. Men shahar kirib chiqay. Har qancha aldirash ish bo'lsin-mi? Aytib berib qilmamsiz. Men ay
Şol. Meni öz apam ekan dep qaldınız. Öz apаңızның nədligini tex bilmeysiz. Mübarek olsun. Ayalınız paklandak bir oğul tuğdu. Ha? Rahmet. Rahmet. Arzimaydi. Oh, mana. Budak. Dadisi, balık isim koymamsız. İsmi ne? Musa koysak qandaq? Sizce bolamdı? Siz balının dadisi bolğan ekan. Meyli, sizning deginingizcha bo'lsin. Emin, men hajab to'nglab ketyaptimi? Sizmi to'ngladingizmi? Yo'q. Roşengül, nahiye kirib chiqay, ish chiqib qoldi. Emin. Hı. Bugün mijazim yo'q. Erta basingizchi. Kishmish to'g'riliq so'zlashadigan ish. Bu fursatni o'tkazsam bo'lmaydi-da. Ha, sirtqi chiqirib azroq ishim bor. Apamning mijozi yo'q, tezroq qaytib keling. Bugun akşam qaytib kelamasligim mumkin. Apa, qizib ketibsiz. Menning günü holda peshonangizga besib qo'yay. Dadınız ketdimi? Ha. Sizlarga tamoq etib beray. Siz chiqib ufqingizni tepib ko'ring. Topshiriqlarni ishlamay. Taladil şuraydı. Tazımı bir oyun qipib oldi. Onunga ishonchim yo'q. Apa, siz mıtırlamay jim yeting. Men ukamni tepib kirib, sizga tamoq etib beray. Sizden kichik tamoq etamaysiz. Apa, men sizning tamoq etganingizni ko'rib o'ginib olgandim. Apa, siz birdan aram ep turing. Men ukamni tepib kirib, sizga suyoqash etib berma. Acha, bugün men osmonda aeroplanning uchib o'tganini ko'rdim. Men bu cho'ng bo'lganda poyezdga, aeroplanga o'ltirib, poytaxtimiz Beyjingga bora olamdim. Ukam, yaxshi o'qib, opam dadamning gapini anglasanglar, muallimning gapidan chiqmasanglar, cho'ng bo'lganda bilim egisi bo'lib, aeroplanga, poyezdga chiqib, poytaxtimizga bora olaysan.
Aycan. Apa ne buldunuz? Apa kızınız tek düşmepti o. Ben doktor çakırıp geley. Bostan. Ben bardaşlık bereleymen. Tan assın. Andan bir gap bola. Apa, ensirmang. Ben Qurban doktorunun kızı bilen bekli yaxşı dost. Ben ulanın uyuge daim berip durman. Ben hazırlık qaytıp gelmen. Oycan! Belikinizni çıkarın. Bostan, bir piyalı kaynak suya kelin. Ben doğru berey. Apanız vaqtida işi varsın. Bu doğrunu içiversiniz, kesiliniz biraz yaxşılışı mümkün. Biroq, ata çoqum şəhər kirib balını istəyatmısınız bolmaydı. Elimi yaxşı, Bostan qızmağın vaqtida xabar qıptı. Qıztmağınız bundaq örləvəsə, çoqum yaman aqibət kep çıxatdı. Rahmet, Qurban doktor. Ustan, şehir kırıp çıktınız mı? Apamla balnistin hep çıkan, öyle gitvatımız. Sen durup çıkan oynaylı. Ben apam karımsam bulmaydı. Hoş emsi, apınız kovuptan karanı. Makul. Roşangül. Tün yerimden açtı. Nemiş qıtıq hiç uxlamadınız? Emin. Sizden bir gapni so'ray. O necha yillik arxotinchiligimizning yuzini qilib bo'lsinmi? Rost gap qiling. Nima ish? Hilqi qizil pikapda o'ltirgan ayol bilan nima munosabatingiz bor? Qaysi ayol bilan? Mug'ambarlik qilmang. Bugun tushdan burun daryo bo'yida bir ayol bilan gaplashib, kulishib turganingizni ko'rdim. O ayolma? O mening shaharga kishmish o'tkazganligimni anglabdi ekan. Shunga soda to'g'riliq bir necha ig'iz paranglashdik. Biz ayollarning to'yg'imiz to'g'ri chiqdi. 10 yil o'tdik.
His qilishimcha sizning oshnangiz bor ekan. Nima deb jo'ylayapsiz? To'liq quruq gap qilmay. Uxlang, ha? O ayol bilan so'zlashgan chog'dagi hissiyotinglar odatdagi tanishlardek emas. Menga rost gap qiling. Bo'lmasa, men aniqlamay qo'ymayman. Nima? Kesib aytalaymanki, 12 yilning oldida Bo'stonni bizning ishning oldiga tashlab qo'ygan ayol dal o'zi shu. Gap qiling. Bo'ston ishkinglardan apreda bo'lgan bola, shundaqmi? Ishkinglardan nikohsiz tug'ilgan. Bu bolani menga akib berib, menga boqqizib, meni shundaq bozaq qilamsizlar. Nimalar deb jo'ylayapsiz? Beshimni og'ritmay uxlang, ha? Emin! 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 Chaqirig'ingiz sayrab ketdi. Emin! Emin! Qo'shim qash qilib qo'ying. Boshqalardan ağlasam, qiz bola qo'shim qash bo'lsa, ota-onasidan mangu ayrilib ketmaydi ekan. Meningcha, yanala ayrilib turgan yaxshi. Buni kiyiveling. Sizni shaharga aparaman. Pek yaxshi bo'ldi. Men borma. Sen bormaysan. Uyda qilib, topshiriqlaringni ishlab tugat. Kechdi kelib, topshiriqlarni tekshiraman. Bir adam. Kimdi o? Men izdish beraymi? Kichik bola degan, aralashmaydigan. Appa, siz meni bu yerda saqlab turing. Men hozirlik kelaman.
Ata, bu yoqqa keling ha. Nima olasiz? Bu yağlıqni ko'rib baqsam bo'pti ekan. Apa, bir yan tepib biroz orom olaylik, pek yerib ketdim. Ma'qul. Apa, bu tug'ilgan kuningizga bergan sovg'atim. Nima? Tug'ilgan kunim? Bugun sizning tug'ilgan kuningiz. Tug'ilgan kunim. Bugün mening tug'ilgan kunim. Dadingiz tug'ilgan kunimni unutib ketdi. Musaning bunda qishlar bilan azaldan kori yo'q. Sizlar unutib qolmabsiz. Nima uchun sizlar unutib qolmaysiz? Mening boshqa armanim yo'q. Pul tepib boy olishni o'ylamayman. Men faqat biz bir oila kishilarning o'tishni o'ylaydim qaraganda. Bu oddiy umidim amalga oshmaydigan o'xshaydi. Appa, ko'nglingizni yerim qilmang. Sizga olgan sovg'atim yarg'an bo'lsa bo'ldi. Menga yaradi qizim. Sovg'atlagan pulni nereden topdingiz? Bu pulni da'vatamsiz o'tgan qitim do'stlarim bilan ujmilikka berib, ujmi terib sotgandim. Aqlli qizim. Mağdurimdan qalganda siz hamroh bo'ladigan o'xshaysiz. On necha yildan beri sirtlarda yurib, sizni uyda yolg'iz tashlab qo'ydim. Meni seg'ingansiz. Mendan og'rinmang. Men pat arada Shinjongga qaytib, shu yerda tijorat qilaman. Vaqti kelganda sizni obdan rozi qilaman. Eringiz esiz. Bu yandan başqani bilmezsen. Sen bugün neymiş qilding? Ha? Gep qila. Mektepten kelib o'tib qarsam, ular suv o'ynab o'tibgan birdan qarab turdim shu. Maktabga bormadingmi? Bordim, ishemsan ulardan so'rab baqa. Ho'jon, Boyi meni suyratmas o'g'ling chaqiribdi. O da 3 kun maktabga bormabsa. oppa, mening maktabda o'quvim yo'q. Emin. Bugün yana bir yerga boramsiz. Taklarga suv quydigan o'qib qoldi. O'zim yolg'iz. Yetishmayapman. Jiddiy ish botdi. 2 kunda kelaman.
Nikah o'qigan kuni qo'limni tutib qasam qilgandingiz. Unutib qoldingizmi? Unutib qolamdigan. Men ishlamayman demadim-ku. Ishlab turing. Qanchalik sug'arsangiz mayli. Qolganini men kelib sug'urib o'taman, ha? Xoş xabar aytib keldim. Bek yaxshi bo'pti. Ailemizden oliy maktab o'quvchisi chiqdi. Kentimizdan bir oliy maktab o'quvchisi chiqibdi. Apa, men bek xo'sh bo'lib ketyapman. Men cho'qim oliy maktabni tirishib o'qib advokat bo'laman. Maxsus ziyonkashlik uchirgan kishilarning g'amini yeyman. Qizim, obdan o'qing. Men har qancha jafo tortsam, sizni oxirigacha o'qitaman. Apa, men sizning mehr shafqatingizni unutib qolmayman. Umidingizni cho'qim aqlayman. Adam bormi? Juram qizim. Kimdi bu? Oy, qandaq ahvollari? Qandaq ahvollari? Ondan to'limi? Qani, uy kirsizlar. Qani, uy kirsizlar. Bo'ldi. Mushayatda o'ltiray. Oy, yo'q, sattirdi. Uy kiraylik. Bo'ldi, mushayatda o'ltiraylik. Qizim, ko'pin seling. Qani, keslar. Qizim, choy damlang. Bo'ldi, avar bo'lmanglar. Bir piyola choy ichib keslar. Bo'ldi qizim, avar bo'lmang. Men hozirlik qaytaman. Quruqchi keslar sattumamdi. Bo'ldi. Emilning deyishicha, bugun Bo'ston qizning 18 yoshga to'lgan xotira kun ekan. Men sizlar bilan birga 10 yildan beri sodada sheriklashib kelyapman. Bugun bu tarafga o'tgandim. Shunga Bo'stonga astili ko'nglimni ifodalab qo'yay deb keldim. Qimmat so'g'atma emas, bir tal zanjir. Qizim, ishkimiz sizlarga nima deb rahmat aytsak bo'lar? 10 yildan beri bizga ko'p yordam qildilar. Bu so'g'atni qandaqmi qabul qilamiz? Buning qarichaqliq, takalluf qilmang. Bo'ston, bo'yningizga taqab qo'yay. Bu rahmat acha. Rahmat. Qizim nim degan baxtlik. Bugun uning tug'ilgan kuni. Qizim yilila oliy maktabga qabul qilinganlik o'qtirishini topshiryapti. Xo'shallik ustiga xo'shallik bo'ldi. Shundaqmi? Ha. Sizni chin dilimdan tabriklayman. Shuncha yil sirtda yurdingiz. Yurtingizga qaytib kelib, bir kun turmayla mehmon saroyga berib oldingiz. Ko'nglingizda menda xotiningiz bormi yo'q? Uyda ko'p turib olsam, bu sodini qilolmayman. Shundaqli sizga og'irchilik deb berman. Men yana xotin ikkimizni deb shunday qilyapman. Ko'nglim to'yib turyapti. Sirtda cho'qim boshqa bir ayol bilan birga turyapsiz. Yolg'on gap qilma. Bo'ldi, o'z gapimizga kelaylik. Hozir odam yetishmayapti. Darhol ishonchli birsini topsangiz. Agar ishimiz oshkorlanib qolsa, yeniroq bo'lsa turma deyapmiz. Eg'iroq bo'lsa, qo'limiz ketadi. Yana menga hojitingiz tushdimi? Men bunday yot odamdan gap qilasiz. Topgan pulda siz nima desangiz bo'g'u. Bo'ladi, menga biroz vaqt bering. Yordamlashgan odamni topgan degan amal qilib uni chekkizib o'ting. Biz uni tizgilab tura olmaymiz. Bo'ladi, bizda baqay. Kese! Paklan goş şortsi! Göşep gidin, paklan göşe, paklan göşe! Emin! Emin! Sen yere git, ben hazırlık kilmen ha.
Yaxshimisiz? Juring, tomoq yemamsiz? Bo'ldi. Mehmon keldi. U kim? Ha. Mening o'g'lim Musa. Bo'yi tas qamlashqanki. Nada pul tepiyotdi. Nada pul topatdi? Uyda bekor yurdi. Hay, yaqindan beri kimlarga kishmish opirib beryapsiz? Hajabman tarafga bormas bo'lib qoldingizmi? Ha, yaqindan buyon aldirashib qoldim. Shunsiz tarafga o'tamadim. Bo'ldi. Bu gaplarni qilishmaylik. Hay, do'konimda odam kamchil. Eyiga 600 so'm beraman. U men bilan birga ishlasin. Bo'ladi. Uningga nazaringiz tushgan bo'lsa, uning ta'liyi. Sizga rahmat etishim kerak. Amisa, shundoq bo'lsin. Keyin ko'rishaylik. Ma'qul. Xo'jayin, siz bergan narsani topshirib berdim. Hujjat mana. U menga telefon berdi. Yaraysan. Hujjatni Tursunga bersang bo'ladi. Ma'qul. Tursun. Malni tushirib olib arameylinglar. Musani o'ptaroq kutib qo'y. Olta. Tomoq chek. O'zimnikini chekay. Qani, bevish Rahmat. ishmaysan-ku. Muhorkini o'rab, avor o'g'icha, bunchika. Bunchak. Bo'ldi, rahmat Tursun aka. Ala. O'zimnikini chekay. Bo'ldi. Tursun aka. Bu tamaka rostli yaxshi ekan. Kayfi bor ekan. Bu shundoq tomoqni chakin kelsa, meni izla. Musa! To'xta. Ne ko'rsa? Mushu halınğa motosiklet minmekçimi texi? Jinondan to'ygan o'xshamamsa? Jinim dada, Tursunning uyida bir narsam unutilib qoldi ekan, aklavlaychi. Qanday muhim narsa u? Atibag'in. Jinim dada, meni bag'il qo'ygan o narsani aklavlay. Bo'lamdi, jinim dada. Meni apag'in, o'tinib qilay, jinim dada. Meni apag'in. Bak muhim narsa, jinim dada. O'tinib qilay. Bo'ladi. Men apray. Juramsan. Rahmat. Oğlum Musa bu yerda zahar xumarini yuqtirib olibdi. Bu zodi nima ish? Men qanday bilay? Men muhilali sezib qoldim. Uning xumari tutsa Tursunning yeniga berib zahar oladi ekan. Ajiba qo'l ostingizdagilar zahar cheksa buni bilmamsiz? Musaga zahar chekkizishga Tursunni siz kuch kiritdingiz-ku deyman. Ularga pul berib ishimga selyaptiman. Biroq ularga kech-kunduz hamroh bo'lolmayman-da. Balangiz davomli bu yerda ishlayman desa, ishlayversin. Ishlashni xohlamasa, boshqa odam topaman. Bildingizmi? Xayr, xo'sh. Sen? Hey! Yusuf ustam,
Yeni bir işçi geldi. Bu işçini siz bir Yaxşımısınız? şagirtlik berey. O darak öğütüp koyun. Ma'qul. Boş Rahmat, emsi. sağ ol, To'slig'i. Qani, keling, o'tiring. İsmingiz nima? Nerede o'tirsiz? Ismim Ro'shangul. Qum kentida o'ltiraman. O'ymachilik kasbi jafodan qochmay o'rgansingizlar tas emas. Qarasam chivar ayolkansiz. Meningcha cho'qim tizla o'rganib ketalaysiz. Menga bunchalik ishonganingizga rahmat, ustam. Cho'qim tirishiman. Uyingizda yana boshqa odamlar bormi? Etizariq ishlarni qanday qilasiz? Qizim G'arbi Diyar universitetining qonun kasbida o'qiyotgani 3 yil bo'ldi. Erim aldirashli yuriydi. Lekin uyga pul kirmaydi. O'g'lim kun bo'yi lag'aylab yuriydi. Yana oq chekishni o'rganyapti. O'zimdan qolgan ostola kirmam hech nimaga dal bo'lmaydi ekan. Yezimizda o'ymachilik zavodi qurilibdi. Uyimga yaqin ekan. Shunga kuchimning yetishdi ishlab pul topay dedim. Ters kuniga qapsiz. Obdan ishlang. Texnikini yaxshi egallab, jafodan qochmasingizlar, zavodimizdan kirmimi? Har hol yomon emas. Estağfurullah. Uni zahar tashlatqilish o'rniga opirib beraylik. Maxsus dori bilan davolaydi ekan. Bechora bola baq qiynalib ketdi. Zahar tashlatqizish uchun oz deganda 5 ming yuan ketadi. Bunchalik pulni biz nereden topa olaymiz? Emin. Motosikletni seti üteyli. Onu xeyli pulga sata olaymiz. Uyimizda. Onundan başqa pulga yargıdak nasi yo'q. Balaning bundaq azoblanishiga chidab turolmadim. Ma'qul. Oy, Emin aka. Nima bo'ldingiz? Alpazınız bekli qo'rqinchli. Musa yaxshi bo'lib qolgandi. Hammasi sening kasobiting. Musa kechidan beri bek qiynalib ketdi. Uyda hech qaysimizga oromchilik bermadi. Menga xafa bo'lmay 5 ming yuan qarz berib turgan. Men uni zahar tashlatqizish o'rniga opirib beray. Mening tijoratim kasatlashib qoldi. Onchilik pulni sizga nerdan tepib beraman? Amina, oqibatingni o'ylab ish qilgin. Balamni ozdirib, zahar chekkizding. Ustingdan arzi qilmaganimga xo'sh bo'l. Asli bu pullarni sen to'lashga tegishlik. Biroq men sendan o'tni so'rab kelsam, bana ko'zda berib turishga unmayapsan. Meni majbur qilay demsan? Men har qanday ishni qilishda yonmayman. Voy, Emin aka. Bizning 10-20 yillik munosabatimiz bor. Menga shunda qo'pollik qilsangiz, ko'nglim yerim bo'ladi ekan. Sizmi o'tni olmang. Bir ishim bor. Qilpasangiz, tapanaqingiz uchun 5 ming yuan beraman. Nima ish? Qonunga xilof ish emas-ku. Boshqacha o'ylab ketmang. Birisiga xotandan bir parcha qoshtish akeldirgandim. Sipitini ocharkan, menga yaramadi. Siz aeroplan bilan xotanga berib, qoshtishini almashtirib akab bering. Konkret ahvollarni men sizga deb beraman. Ma'qul.
Andaqda barlıq chiqim senden boludu. 5000 yuanni naq bersen. Əmiz bekitdik. Əhdi berib ayrıplan bilet elan. Hey, qarang, sizlarning yurtdagi yakki tijoratchi Amina Tosh bizning maktabga 20 dona kompyuter taqdim qilibdi. Yurtimizdagi kishilarning ong saviyasi xil o'sibdi juma. Hatto yakki tijoratchilarmi ma'rif ishlarini qo'llab yetibdi. Voy. Nima? Mashina desi. U tirikmi? İp kelgan molchi. Uni ayt qimmatbaholik moldi. Endi xotirjam bo'ldim. Qaysi doktorxonada? Bo'ladi. Men hozir boray. Xalqning ishini qilaman deb bir putingizni sundiryapsiz. Asli davolanish haqqini ular to'lish kerakdi. U zodi kim u? Gap qilsangiz-chi. Ha, bo'ldilar, so'ramayli qo'ying. Bo'ldi. Men so'ramay. 3-4 ay yatisiz. Agar kesilingiz qayta qo'zg'almasa, o ish bo'lmaganda 3-4 oylik to'liqlama haqqini berish kerak. Siz yana ularni qo'g'dayapsiz. Doktorxonadagi chaqda bu talablarni uningga dedim. O bir yuzsiz odam. O berib voqea sodir qilgan shopirni top deydi. O shopir mendimi ig'ir yaralangan tursa, men uningga nima deyman? Bo'ldilar, meni nasib esibdi. Ro'shangul. Men sizga yuz kelmayman. Həcəb yaxşı bo'ldi. İchkirga berib jamiyat tekshirib kelar ekanmiz. 3000 qo'y pulni o'zimiz chiqarar ekanmiz. Arziydi. Mushkamgacha Shinjongdan chiqib boqmabdimi? Uyga darhol xat yozib ota-onamdan pul olay. Postan, siz ajab xafa ko'rinasiz-ku. Dadam mashina hodisida yaralanibdi. Ukamni zahar tashlatqizish o'rniga olib berish kerak. Buningga pul ketadi. Oilamiz faqat opamga qarashliq. Opam etizlik ishlardan boshqa yana qoshtish zavodiga berib ishlaydi. Bu qitimqi tekshirish xarajatini uydagilarga aytishga tilim bormaydi. O'g'u shunda. Rost. Juringlar, mangayli. Juringlar. Kaynanızga yulinib yeting. Jiddiylashmang, ha? O'zingizni bo'sh qo'ying. Qo'rqmang, ha? O'zingizni bo'sh qo'ying. Bo'ldi.
Medirman. Ayede birden o'ltirib Voy, yana kapsizg'u. Bir hafta ichida 2 qatim qon berdingiz. Sizga jon lozim emasmi? Qon berish tuzumini bilmamsiz? Buningdan keyin men sizni hargiz yo'liqtirib qolmay. Sizni saqlab turgandim. Sestra xanım, onun ahvoli qandaqaroq? Siz uning anasimi? Ha, yo'q, kechiring. Bek jiddiylashib ketibdiman. U G'arbi diyar universitetining o'quvchisi. Ota-onasi bu yerda emas. Men bu qizning ota-onasi bilan tanishiman. Men nima qilib beray? Bemorning ahvoli xeyli og'ir. Qon bek ko'p chiqib ketgan. Shunga qon berishga to'g'ri keladi. Siz bolnisda yetish rasmiyat o'tab keling. Bo'ladi. Men bu yerdan o'tib ketayotgandim. Sizni yo'qlab kirdim. Balam. Canım kızım. Qandaqroq ahvolingiz? Asirman apa. Bostan, obdan demiling. Men ham ishlarni o'rinlashtirib qo'ydim. Roshangul, sizmi o'zingizni asrang. Qizimning holidan xabar olganingizga rahmat. Takalluf qilmang. Biz bir yurtliq tursak. Men mangay. Ma'qul. Xo'sh. Bostan, siz yaralanib jiddiy qutqizish bo'limiga kirganda, o'sha ayol sizga 200 gram qon berdi. Yaxshimisiz, xo'jayin? Meni izlaganmidingiz? Bu yerda bir qosh tishi bor. Sen uni odam tepib pishiqlab ishiltib ber. Men seni obdan rozi qilaman. Ma'qul. Xo'jayin. Bo'ladi, men qilib beray. Sizning qanday talabingiz bor ekan? Masalan, bu olmani qosh tishi deyli. Buni mundaq o'ysan. Qosh tishi mushundaq pishiqlab ishlansin. Siliq bo'lsin. Yemlisa qilchi chanmig'idek bo'lsin. Yana bir gap. Buni qat'iy maxfiy tutasan. Ish bitgandan keyin 6000 yuan berman. Qilamsan. Buni nimaga ishlatmoqchisiz? Buni sen so'rama. Bo'ladi. Men qilib beray. Oldin 1000 yuan zakolat pul berasiz. Chataq yo'q. Degina. Bu qosh tishini kimga pishiqlab ishlatkizmoqchi? Apamga. Apam qosh tishi zavodining mahir texnik.
İkimizning xiyoli bir yerdan chiqdi. Lekin oppangga hargiz mening ishim ekanligini demaysan. Yana bir gap, zavodda ishlamay uyda ishlasin. Biroq bu ishni opamga qilsam, bu pulga erishamasligim mumkin. O'zingning xarajat qilish uchun men senga yana 2 million beraman. 6 million opangga bergin. Qandaq? Siz bek martjimi xo'jayin. Men cho'qim yaxshi ishlayman. Roshangul, zavodda bir kun ishlagandan keyin uy kelganda demasingiz bo'lmamdi. Bunda qilsangiz chidamsiz. Siz uxlavering. Men birdam ishlay. Buni egisi aldir totudu. Bu kimning ishi? Bir chiroyli qoshtishi bo'yi bilan nemishqa bundaq o'ydirdikini? G'alit ish. Bu odam nimaga ishildi ekan? Ehtimol ichiga bir tavarikni soladigandu. Men bilmadim. Apa, sen ishni bitirib pulini olsang bo'ldi. Ortiq ishga aralashma. 6 million berdi ekan. Seni zahar tashlatqiziman. Ochangning ishkirga borgan xarajatini to'layman demisam, bundaq ansiz ishni hargiz qabul qilmaydim. Apa, sen bak sadıcımı. Men texi ola bergan pulni oz ko'ryapman. Ishlash, emgak qilish asli ochiq oshkor ish. Biroq biz buni o'g'ridak kechisi ishlab olsak. Apa, rasıl jiq gap qildi ekansan. Sirtda odam bormi yo'q. Chiqib qarab boqay. Mana bu ig'zini yelim bilan yemlab qo'ysangiz bo'ladi. Höneri bo'ladi ekan, menga yaradi. Xo'jay, men yemlab beraymi? Bo'ldi. Qachilash yemlashni o'zim qilib olaman. Ati kechda sen qishimga kelgin. Sana topshiradigan muhim bir ish bor, lekin buni hech kimga aytmaysan. Xo'jayin, ish haqimni Chataq yo'q. bu Sen jahon ko'rmagan bola. Ko'zing kichik. Shunchalik pulni birma-bir sanash hojatmi? Sana deb qo'yay. Bu degan bir to'man. Bankining pul sanash apparatidan 2 qatim o'tgan. Sana 2 millionni ortiq berdim. ha? Rahmat xo'jayin. Buningda mijiqraqni tepishni xohlamsan. Xohlayman. Albatta xohlayman. Men hatto tushimdimi boy bo'lishni o'ylayman. Xohlayman. Bo'ladamisa. At poyizga o'ltirib, bu qashdeshini elib, qumulga berib, men ko'z tipaga odamga topshirib bersan. Ish bitganda sana 30 million beraman. 30 ming? Biroq kutilmaganda saqchilar tarafidan tutilib qolsang, men hargiz demaysan. Hammani o'z ustingga olasan. Xo'jay, qashdeshining ichiga qachilangani Buni so'ramasangmi bo'ladi? Qachilangani nihoyat qimmatli narsa. Qandaq qilishga jur'at qila olamsan? Oldin 5 million beraman. Ish bitganda qolgan 25 millionni olasan. Agar chin turolmasang, 25 millionni ololmay qolmay, yana arzimas jiningdan ayrilib qolasan. ishlayman. Bu gaping joyida. Ot ketisi bo'g'iz yemisi samirmaydi. Odam qo'shimcha pul topmasa boy bo'lolmaydi. Bu 5 millionni hozircha xashlab tur. Bu xatni elib, qumulga borgandan keyin mening ko'rsatmam bo'yicha molni topshirsan. Ma'qul. Bu xat hargiz boshqalarning qo'liga tushib qolmasin. Esingda tutdingmi? 5 million. 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 5
Xatirjam bo'ling. Jinimdan ayrilib qolsam-mu, mal bilan bu xatni hargiz yo'qitib qo'ymayman. Yo'ldosh, somkalaringizni ayağa qo'ying. Saqchi boshlig'i, bu somkada gumonliq narsa turdi. Kelib tekshirib bakkan bo'lsangiz. Uqdim, men hozirli boraman. Jira. Biz bilan bu yoqqa men. Nima ish bo'ldi? Ishxona kirib so'zlashayli. Siz turinglar. Eshikning ichida nima bor? Ocha. 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 Bu qaştishi. Men qaştishi so'zi bilan shug'ullanaman. Unda emas-da. Ishimizni ko'rib yiqinglar. Mana, oyoq berib o'lta. Ma'qul. Bunun qaçlanğını zəhərkən qo. Apırıb təkşirib beqanla. Sen cinayet gümandarını cinayi işler saqçı ətirtiga apırıb bəgin. Bo'ladi. Hoy, u yo'q-ku. Ha? Qo'llanla, tez! To'xta! To'xta! To'xta deyman! Hey, to'xta! Ne kaçsa? Midirlama. Endi qaşqınыңni bir ko'ray. Qanday ahvolinglar? Yaxshimisizlar? Bir ish bilan kelganmidinglar? Siz Roşengül yoqib bo'lamsiz? Ha, men shu. Bir ish bormidi. Biz shaharlik JX idorasidan. Bizning sizni izlab kelishimizdagi sabab siz zahar setish delosiga chetilib qoldingiz. Darhol biz bilan meng. Zahar setish. Bundaq bo'lishi mumkin emas. Sizlar xato tunib qolgan o'xshaysizlar. Qolgan gap bo'lsa atrofga borgandan keyin deyishayli. Hozir biz bilan meng. Qurban, Mahmud, etminglar. Emin! Emin! Ha! Hey! Sizlar! Roşengül! 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 Yavaş bir ayol deyip, ayolni nagib bordigan deb. Ay bu Roşengül obdan ayol edi. Qanda xo'p, qonun xilop ishlarni qilib yurgandi, ha? Boshqalar bilan birlashib zahar setibdimish. Ha, menimcha andaq emas-da. Shundaqkan qizi Bo'stonga xabar qilib qo'ysak bo'ladi. Topshirg'an ishlab bo'ldingmi? Ishlab bo'ldi. Kash telefon qila. Ma'qul. Kiring.
Ablamit müdür, sizden bir işini ötürmekçidim. Keling. Bu yoqqa kelib oldirmaysizlar. Ablamit müdür, apam bilen enimni saqchilar zahar satgan deb gumonlanib tutib ketibdi. Apam intayin qoida usulliq ayol, har ishni qilmaydi. Buningda cho'qim bir uvalchilik bor. Siz qonun mutaxassisi, men sizni apamning aqlovchisi bo'lishga taklif qilay dedim. Chataq yo'q. Men bu havolani qabul qildim. Rahmat Ablamit müdür, siz apamning aqlovchisi bo'lsangiz, men xotirjam bo'laman. Sizningcha munda qilsak bo'lamdi. Ikkimiz birlikda apangizning aqlovchisi bo'laylik. Mening advokatlik kasbi guvonaman bor. Siz fuqarolar vakolatchisi bo'ling. Onun ustiga siz nat yaxshi o'qidingiz. Bu siz uchun bir yaxshi o'rganish fursati. Men bo'lamanmi? Bo'la olaysiz. Menimcha cho'qim bo'la olaysiz. Menimcha siz bosh advokat bo'ling. Men sizga oq direk bo'lib beray. Ablamit müdür, menga shunchalik ishonganingizga rahmat. Men bu ishni cho'qim tirishib yaxshi ishlayman. Hukumingizga nima bo'lgan? Unig'imi bir advokat deb beramda qandaq? Fakultetimizning advokatlar ish o'rnidagi Rahman qobiliyatli advokat. Obdaraq o'yinib beqing. Enim Musa kichigidan yaxshi o'qimagan. Uning jinoyat gumondori bo'lib qilish ehtimoli bor. Uningga bir advokat taklif qilib bersakmi mayli. Men Rahmanning saviyasini obdan bilaman. U mening maktabdeshim. U burun fakultetimizdagi a'lo o'quvchi. Ben Ablamit. Rahman, derhal mening ishxonamga chiqing. Sizga muhim bir vazifa chiqib qoldi. Menimcha Rahman sizga yordam qila oladi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Kirdingizmi? Seni bu ishni qilishga kim buyurgan? Menga aynan deb berishing kerak. Bu sening jinoiy javobgarligingni yeniklatmaslikda intayin muhim. Hech kim buyurmagan. O'zim xalab qildim. Jinoyatni o'z ustingga elishing vijdon azobidimi yoki oqibatidan qo'rqibmi? Rahman advokat. Menga bunchalik mas'ul bo'lganingizga ko'p rahmat. Yaxshi ko'nglingizga rahmat. Sizdan o'tinib qolay. Mendan ortiqcha savol so'ramasangiz. Bu ishni o'zi qilibdi deb tushunsangiz bo'ldi. Bunda qilib qanchalik bedel to'laydiganingni bilamsan. Sen rostli bosh jinoyatchi bo'lsang, sana o'lim jazosi hukm qilinadi. Bo'ladi. Obdaroq o'yinib boqasan. Agar menga yana deydiganlaring bo'lsa, baldiroq xabar qilib qo'yasan. Dilo ahvolni men sizlarga tanishtirib bo'ldim. Bu haqda sizlarning fikringizni anglab boqmoqchiman. Ablamit müdür, men aqlaydigan odamning ahvoli sal murakkab. Ba'zi alomatlardan qaraganda Musa agashkuchi jinoyatchidek qiladi. Haqiqiy bosh jinoyatchi boshqa bir odam bo'lishi mumkin. Aqlg'uchi bo'lgan odamning mas'uliyati paket ham qonunga asosan oqlanguchining gunohsiz jinoyatining yenik ekanligini o'ttirib qo'yib isbotlash. Jinoiy ishlar mas'uliyatidagi material ham fikrlardan xalos qilish. Oqlanguchining qonuniy huquq manfaatini qo'g'dash. Sizning yangi jinoyat gumonlarini fosh qilish majburiyatingiz yo'q. Bu taftish organlarining ishi. O'rtaqlashib jinoyat o'tkazish davomida bosh jinoyatchi bilan agashkuchi jinoyatchining o'rni, roli o'xshamaydi. Ular ustiga oladigan jinoiy ishlar mas'uliyatimi o'xshamaydi. Haqiqiy bosh jinoyatchini tortib chiqib, oqlanguchining agashkuchi jinoyatchi degan o'rnini bekitganda, ondan men uning jinoyatining yenikligini isbotlayman. Shundaqla uning jinoiy ishlar javobgarligini yeniklatish fikrimni o'tirib qo'yishga asos sola olmayman. Kechiring. Siz mening ustozim, ham bevosita rahbarim. Men sal hayajonlanib ketdim. Afv qilasiz. Deginimiz to'g'ri. Shunga siz zo'r miqdordagi jafoliq inchki xizmatlarni ishlab, sotda kuchlik paketlarni o'tirib qo'yishingiz kerak. Shundaq Ablamit muallim. Men cho'qim bu ishni tirishib ishlayman.
Qandaq? Ben ufkungizga tanıştırgan bu advokat bo'lamdi ekan. Rahmat sizga maktabdeshim. Mening bir ko'z qarashim bor, deb baxsam balkim foydalanib qolasiz. Qani dana? Saqchilar hali qash teshini tekshirgan chaqda Musa nima uchun qochdi? Uning qechishdagi maqsadi meningcha hargizmi qo'lga elinishdan qutulish uchun emas. Sizningcha uning maqsadi nimadir? Qandaqdir bir muhim narsani yoshirish uchunmikin deyman. To'g'ri deysiz, haqiqatan aqlli ekansiz. Ras. Birinchi qatim men uning bilan ko'rish uchun tutib turish o'rniga borganimda u yalon oyoq kirgandi. Balkim bu bizning tunji navbat tekshiradigan yipuchimiz bo'lib qolar. Musa, o'yinib bo'ldingmi? Deydiganim yana shu gap. O'zim qilgan ishqa o'zim egiman. Sot echilish vaqti kun sari yaqinlashyapti. Sening mushu orliqdagi qimmatli vaqtdan voz kechmasligingni umid qilaman. Bostan. Fukunuz Musa yanılı özəm qildim degan gapida ching turib oldi. Biroq men yanılı o'z ko'z qarshimda ching turaman. Bosh jinoyatchi Musa emas. Musa agash kuchi. Bir işiniz bormi? Bu lentiga Musa'nın hadisining so'zi elingan. Sizlar avval tekshirib beqinglar. Agar boshqacha gap so'zlar bo'lmasa, bu lentini Musa anglab baqsin. Bo'ladi, biz qoida bo'yicha ish bajaramiz. Qadrli ukam, dadam ikkimiz seni pek seg'indik. Sen mu dadam opamni meni seg'ingansa, opam bilan seni saqchilar tutib ketgandan keyin har kun oqshimi dadam ikkimizning ko'ziga uyqu kelmaydi. Sen bizning yurak bag'rimiz. Opamning gunohsiz ekanligiga ishonaman. Biroq sen-chi, ajiba bugungacha asosingni topmayaptamsan. Qadrli ukam, endi g'aflatdan uyg'ongan vaqt keldi. Obdan o'ylanib boqqin. Sen ailemizning e'tiborli bolasi eding. Ular sening jamiyatga yaramli odam bo'lishingni umid qiladi. Biroq 20 yoshga kiray deb qolding. Sen bu oilaga zodi nima ish qilib berding? O'g'il ota-onaga javob qaytarish kerak-ku. Sen ular uchun zodi nimalarni qilding? Sen kichigingda yaxshi o'qimading. Zahar chekishni o'rganib olgandan keyin oilamizni vayron bo'lish girdobga olib qo'ydim. Dadam bilan opam mahaldagilarning oldida bosh ko'tarolmas holga tushib qoldi. Ukam, anglasam opam kuzatxona saqchilarga yolvorib, saqchi yo'ldosh, balam gunohsiz, hammani men qilgan, o'tinib qolay, balamni qo'yib bersanglar debdi. Opamning yig'lab qaqshab iltijo qilishlari kim uchun? Buni vijdoningdan so'rab boqqin. Ukam, sen bana nurgun arzu armanlarının bağlığını deydin. Sen Beycan'a bir basam deydin. Çoğun bopmuş gemgece poyizga aeroplanga çıkıp bakmaptı men deydin. Kelgüsün parlak. Dadam senden ayrılanmaydı. Apam mı sana çıdımaydı? Men mu senden ayrılıp kılışkı çıdımaymen? Ukam, optara oylanıp bakkın. Advokat bilan ko'rishiman. Advokat bilan ko'rishiman. Advokat bilan ko'rishiman. Malni evetdim. Öz bahası setib, pulini derhal evetib bering. Amina. Baş jinoyatchi Amina qonunning to'rg'i tushgandan keyin opam ehtimol qutulib qolar. Mushu paketga asosan Musaning jinoyatini yengillatgili bo'ladi. Baş sotchi. Men ham G'arbiy Diyar Universiteti Tangritog' advokatlar ish o'rnining mudiri ustozim Ablamid javobgar Ro'shangulning aqlig'uchisi bo'lishni o'rtaq ustimizga oldik. Ayblig'ichi Musa bilan Ro'shangul ustidan ikki javobgar birlashib delo sodir qilgan. Zahar yetkash jinoyati, zahar setish jinoyati o'tkazgan deb shikoyat qildi. Zahar yoshirgan qash tishini pishiqlab ishlab jinoyat quroli bilan ta'minlagan. Bu zahar yetkash jinoyat delosidagi agash kuchi jinoyatchi bo'ladi deb bekitdi. Bizning qarshimizcha yuqorqi ayblashda paket to'liq emas. Qonunni muvofiq qo'llanmay, jinoyat bilan jinoyat emasning chek-chegarasi ojizlashtirib etilgan. Birinchi,
Devletimizin Jinoiy ishlar qonunida jinoyatning turg'izilishi, maqsadlik jinoyat o'tkazish degan shartga qat'iy to'sish kerak deb belgilangan. Demak, jinoyatchi o'z qilmishining jamiyatga keltiradigan ziyinni aniq biladigan, bu xil oqibat keltirgan psixologik pozitsiyani umid qilishi yoki bo'lishi qo'yib bo'lishi kerak. Javobgar qashtish o'yma ustasi. U xaridorning talabi bo'yicha qashtishni pishiqlab ishlab bergan. U haqning qashtishini nima ishlatadiganligini bilmaydi. Ishonimizki, sud Ro'shangildek mushundaq ixlosman, oq ko'ngil, qoida yo'sulliq. Eriga, farzandlarga mehribon yuz ayoli qarta. Gunohsiz deb bekitish oldingi sharti ostida o'z vaqtida hukm chiqarib qo'yib berdi. Har qaysinglarga rahmat. Qaltis, yo'lliq, pokitlik, ovozingiz hissiyotlik, yaxshi so'zildingiz. Baş sotchi, so'roqchilar. G'arbiy diyar universiteti Tangirtog' advokatlar ish bajarish o'rni javobgar Musaning tuqqunining havolisini qabul qilib, meni javobgarning aqlig'uchisi qilib avatdi. Javobgar Musami buningga qo'shildi. Ayblig'ichi Musa bilan Ro'shangil ustidan ikki javobgar birlashib delo sodir qilgan, zahar setish, zahar yutkash jinoyat o'tkazgan deb shikoyat qildi. Mening qarashimcha, birinchi, ayblig'ichi organning davolash hujumiga atgan jinoyati to'g'ri emas. Ikkinchi, mening davolash hujum birinchi javobgar bosh jinoyatchi qatoriga kirgizildi. Meningcha bu muvofiq emas. Ayblig'ichi organ yangi bir jinoyat gumondorini tushirib qo'ygan. Dal ashu jinoyat gumondori haqiqiy bosh jinoyatchi. Mening davolash uchun bo'lsa, agashkuchi jinoyatchi. Agashkuchi jinoyatchilar qarta yeniklatib jazo bersa yoki jazoni kechirim qilsa bo'ladi deb belgilangan. Bu men ta'minlaydigan yangi paket. Buni sotdan ko'rib beqishni umid qilaman. Deloda zo'r o'zgarish bo'lg'achqa, yanimi ilgirlab tekshirishga to'g'ri keldi. Hozir sud yepildi. Qachon ichildiganligini ayrim uqtirish qilamiz. Menga chaqirg'u nima qilsa? Sudlik ishni bilgansiz. Baxıningizni ko'rdim. Ayting, jiddiylashmay tura olaymanmi? Musaning hayliq aqlig'uchisi tig' uchini menga qartyapti. Yana texi bosh jinoyatchi tortib chiqarilmadi deyapti. Musaning bu ishni sening ko'rsatmang bo'yicha qilganligini faraz qilgandim. Farazim to'g'ri chiqdi. Putumni meyib qilding. Xotinim bilan balamni balog'i tiqding. Sen bizni xoni vayron qilmoqchimi? Sen zaharli yılanning zodi nima maqsadi bor? Emin aka, sizga yuz kelanmayman. Oilangizdagilarga yuz kelanmayman. Men 100 ming ham tayyorlab qo'ydim. Hozirla yeningizga opirib beraman. Putingizni davolatqingiz kelsa, putingizni davolating, nemish qilsangiz mayli. Emin aka, pul tegizmay yana amalini qilib beraman. Jon hayot qolsa nima qilib bo'lmaydi. Navoda men turmaga kirib qolsam, sizlarga yordam qiladigan odam yo'q. Anlasam, advokat Rahman Bo'ston bilan birlikkan. Munosabatimi yaxshi ekan. Emin aka, Bo'ston uningga deb baqqan bo'lsa, u advokatlikdan voz kechsa, barliq chiqimni men to'lagan bo'lsam, bo'lamdi. Emin aka, mushu bir qitim meni kechirib eting. Men buningdek yaxshi odam bo'laman. Emin aka, ikkimizning 10 yillik munosabatimizning yuzi uchun o'tinib qolay, meni qutqizib bering. Ishni eching. Tiz bunu. Anlasam, Amina qo'lga ilinibdi. Taftish mahkamasi uning ustidan shikoyat qilgan. Amina, nima uchun o'pib qolgandi?
Nima? Bostan. Siz uni tanımsiz? Ha. Javobgar Amina Taş, sen en ahirki sözüňni bayan kılsaň boludy. Cinayetimge qarta hech qanday gepim yo'q. Biroq intayin muhim bir ish bor. Demsam bo'lmaydi. Agar mush paytda demisam, menga endi deyish fursati yo'q. Bu mangu yeshilmaydigan bir sir bo'lib qoladi. Emin aka, siz bilan maslahatlashishga ulguramadim. Hem çolanma tegmedi. Muş günlerde gelimden hıza ötmeydi. Közümge uyku bağmedi. Kızım hiyalimden ketmedi. Bostan, siz emin işkimizden boğan bala. Kızım Bostan, anlap durun. Şu çağda qılğan işimge qattiq pushayman qildi. O çağda emin ikkimizden siz opiridi bo'ldingiz. Men erimning meni qo'yib etishidan qo'rqib, sizni boshqalarga berib etishidan ansirab, amdili bir oylik bo'lganingizda sizni eminning ishiga oldiga tashlab qo'ydim. Shuning bilan Ro'shangul sizni beqib cho'ng qildi. Biroq siz nimalar degan bilan mening yurak bag'ri. Sizni mashina soqib atganda sizge men qon berdim. İkimizning qon tipi o'xshash. 18 yoshga to'lgan kuningiz sizga so'g'at qilgan zanjirning oyat qaypig'a tug'ilgan kuningiz bilan men dastlabda sizga qo'ygan muhabbat degan ism o'yilgan. Ro'shangul, mening shartlik nomerim 355. Bu raqam esingizdadir. Siz buni Eminning chaqirg'usida ko'rgan. Endi tushungansiz. Qizim Bostan, mayli menga nafratlaning, sizdan og'rinmayman. Sizga yuz kelanmayman. Bilaman. Sizga ona bo'lishga loyiq emasman. Men onalik burchimni yaxshi ado qilolmadim. Dada, o nima deb joylayotdi? Yo'q. Bu mümkün emas. Mening birla opam bor. Onun ismi Ro'shangul. Hazır sotimiz vaqtincha to'xtatiladi. 10 minutdan keyin davomlashtiramiz. Hazır hukmni e'lon qilamiz. Sotimiz jamiyat muqimligini qo'g'dash, xalq omasining jismoniy sog'lomligini kafolatga ega qilish uchun Junha Xalq Cumhuriyeti Jinoiy ishlar qonunining 347, 22 hem 13. moddalaridagi belgilemelerge asasen tövendikidek hüküm çıkardı. Birinci, javobgar Amina Taş, zehir setiş cinayeti hem başkalarını zehir çekişke aldap kızıktırış cinayet ötküzgeçke mezkur delodaki baş cinayetçi dep qarılıp ölüm cezası verildi. Siyasi hukukudun mengü mehrum kılındı. İkinci, javobgar Musa Emin, zehir yötkeş cinayeti ötküzgeçke mezkur delodaki ägeç küçü cinayetçi dep qarılıp muddetlik 7 yıllık qamoq cezası hüküm kılındı. Üçüncü, javobgar Ro'shangul Yaqub, günahsız, qo'yib berilsin. Sotimiz ahirlashdi. Canım balam. Canım.
Ram, meyislenmegin. Obdan adam bop çıqqın. Bostan. Yenimge kelgen bolsunuz. Kızım. Meni bir qıtdan bolsumu apa dep çaqırgan bolsunuz. Boptu, sizni tanlikni qo'ymay qizim. Chaqiramisiz boptu. Men pat arada bu kishilik dunyodan ketaman. Men faqat bu dunyodagi eng iliq ota bo'lib, manga hamroh bo'lishini bekma umid qilardim. Muhabbet sevgiga to'lsin kamole sevgiga to'lsin Bir necha kundan keyin seni ko'ngil borman. sevgiga to'lsin Oğlum, özünü asra. Vafadar nigarın ametin medetkar sunmaz kanetin Vafadar nigarın ametin medetkar sunmaz kanetin Seferde bulsa o tağdek yarlek Yigilmez şemşattek kametin Yigilmez şemşattek kametin Seferde bulsa o tağdek yarlek Yigilmez şemşattek hamidin Yigilmez şemşattek hamidin